Kia Bongo 1 tonna 200 ni nimaga O'zbekistonda yaxshi ko'rib haydashadi? Chunki bu 4-5 tonna yukni bemalol oladi. Kitobida 1 tonna 200 bo'lishiga qaramay va hadovoy juda ham sodda, arzonga tushadi. Qarang, sanoqli detallardan iborat. Mana bu asosiy o'zaga ko'ryapsiz. Bunda asosiy ketadigan joyi mana bu shkvarn deydi buni. Mana bu shkvarn detalni yangi qoqiladi eskirganda. Buni eskirishining asosiy sababi mana bu yuqorida talatnitsa bor. Mana shu yerda goh-goh yo'g'lab turish kerak, solidol haydab turish kerak. Shunda bu yeyilmaydi. 1 tonna 200 haydaydiganlar ko'pchilik bilmaydi ham shunaqa joyda borligini. Hadovoyga, yamaga kirganda ustaxonada shuni haydab turing, ora-orada uzoq yil xizmat qiladi. Bu mashinamizga qilinayotgan ishlardan buni rissora singan mana. Rissora singan, endi bilasiz, 4 tonna yuk bilan yamaga tushganda uncha-muncha temir sinib ketadi. Перегруз bilan yuradi bu mashinalar asosan 500 ming 600 ming so'm atrofida. Ko'ryapsiz, bunga nakonechnik mana bu joylar ketgan. Sharovoychalari bu almashmaydi. Alohida mana bu holatda mana silikon bor zapchasigacha silikon bosiladi. Bu esa yaxshi mana bu alohida detal almashadi. Shuni hisobiga oson va tez bitadi. Rissor qo'yiladi, kolodka qo'yiladi, barabalar hamma yoq soz holatda. Mana hadovoy yo'q holatda bir ko'ringlar buni. Ko'ryapsiz, bunda prujina bo'lmaydi. Mana bu tomonda ham ikkita zapchasi bor. O'rtadagini bildinglar ko'pchilik. Xo'p. Balonlari ham zo'r ekan. Mashina yana qiladigan ishingiz buni zadniy mosini usilit qilinyapti. Mosda qarang, rissorning ko'pligini, bu baquvvatligini, mana bu rissorning ichida bu kim biladi? Mana usilini. Bunga burovoy truba qo'yib, yanada usilini qilib mashina bemalol 5-6 tonna ko'taradigan qilinyapti. Mana zadniy mosi, hozir u tokerga ketgan. Zadniy mosga burovoy qo'yadigan joyga, mana plantarka zadniy mosi 1 tonnadan bu baquvvat kattaroq bo'ladi. Mana shu eng qimmat joy $500-600 atrofida. Shuni ehtiyot qiling, mo'yiga qarab yuring. Bu yoqda podshimniy va boshqalari yaxshi tekshiriladi, yomon bo'lsa almashtirib qo'yiladi. Azizlar, shu Kia Bongo 1 tonna 200 da hisobda hadovoy mana shu xolos sanoqli detallardan iborat. Hozir bo'lsa 2 yilda bir shunaqa rasxod qilinishi mumkin. Rissorini muntazam sinib turadi. Uni tushunasiz. Azizlar, menimcha video foydali bo'ldi. Kia Bongo O'zbekiston uchun yangilik. Hali menimcha hech kim buni obzorini qilmagan hadovoyni qo'ldan kelganicha qisqa balonda sizga obzor qilishga harakat qildim. Shunaqa ma'lumotlarni faqat Universal Avtoalamda ko'rasiz. Boshqa kanallarda bu haqida bunaqa ma'lumot hech kim bermadi. Chunki bular bu mashina bilan shug'ullanmaydi. Asosiy sababi shulardan. Azizlar, Universal Avtoalamga shuning uchun obuna bo'lib qo'ying va ko'p narsa bilib olasiz bu mashina haqida.